Bir sahroyi ayolning o'g'ilchasi sho'x ekan. Undan zarar ko'rmagan biron kuni yo'q ekan. Qozondagi taomin tepib qochib ketarkan, meshidagi suvini sepib qochib ketarkan. Qarg'ar ekan bolasin qilolmasdan ipini, qirqib qochganida kir yoyadigan ipini. Hoy ipimni qirqmagin, qalbingga ilm to'lgur. Hoy meshimni teshmagin, Ka'baga imom bo'lgur. Sichqon dumin kesmagin, beozor bo'l, to'g'ri yur. G'arib yo'lin to'smagin, Ka'baga imom bo'lgur. Demas ekan juvormang, haromi maraz o'lgur. Bitta ekan qarg'ishi, Ka'baga imom bo'lgur. Niyat ketdi, vaqt o'tdi, misli yel yo shabada. Shu onaning shu o'g'li imom bo'ldi Ka'baga. Ne shohu sultonlar orqasida turib g'oz, unga iqtido qilib o'qir edilar namoz. Duolashum boladan chiqdi xush bir nafasli olim, hofizi Qur'on Abdurahmon Sudaysi. Nazoratda insonning har bir so'z, har nafasi ibrat bo'lsin bizga bu Allohning mo'jizasi. Komil inson ko'rdingmi? Marhabo bilki ular ota-ona elidan duo olgan bolalar.